Agar boshqacha bo'lganda taqiq. Masalan, siz namoz o'qir ekansiz. Namoz o'qimang. Siz ro'za tutar ekansiz, ro'za tutmang. Hajga borish mumkin emas, umraga borish mumkin emas, zakot berish mumkin emas. Ana unaqa gaplar bo'ladigan bo'lganda, ana unda biz o'zimiz bilgan ish qilamiz. Qaysi ish bu? Namozimizni o'qiymiz. Demak, siz masjidga chiqsangiz namoz o'qiganingiz bilinib qolsa, uyda o'qing namozni. Uyingizda ham agar namoz o'qimaysan deb bostirib keladigan bo'lsa, unda chiqib ketasiz u joydan. Namoz bemalol bo'lgan joyda yashaysiz, masalan. Lekin bu yerda unaqa narsa bo'lmayapti-da. Namoz haqida gap so'z yo'q. Birinchi keladigan savol bo'ladi. Qanaqa muomala bo'ldi? Juda zo'r muomala bo'ldi. Ahli ilmga, musulmon insonga bo'ladigan yaxshi muomala bo'ldi. Domla borlar. Bizning masjidimizda imom ham bu inson. O'sha odamni yaqinda olib kirib qo'yishdi. Endi boshqa ishi bo'yicha olib kirishdi. 15 kunlikka ham olib kirib qo'yishdi Qirg'izistonda. Juda ham zo'r muomala. Meni pasportim видный жительство pasportim bor-da. Ya'ni yarim fuqaroman O'zbekistonda. Agar boshqacha bo'lganda taqiq. Masalan, siz namoz o'qir ekansiz. Namoz o'qimang. Siz ro'za tutar ekansiz, ro'za tutmang. Hajga borish mumkin emas, umraga borish mumkin emas, zakot berish mumkin emas. Ana unaqa gaplar bo'ladigan bo'lganda, ana unda biz o'zimiz bilgan ish qilamiz. Qaysi ish bu? Namozimizni o'qiymiz. Masjidga chiqib, o'shanda ham shu holatda bilib oling. Buni men haligi bir life hack sifatida aytyapman. Hamma uchun. Bilib olsin, o'sha fitnaga tushmaslik uchun. Hatto siz bunaqa zamonda emas, alhamdulillah. Hammasi zo'r. Hamma namozga bemalolchilik, masjidlar ochilgan. Men eng yomon holatni gapiryapman. Eng past holatni. Agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak siz masjidga chiqsangiz namoz o'qiganingiz bilinib qolsa, uyda o'qing namozni. Namozni uyda o'qing. Masjidga chiqmay qo'ysangiz bo'laveradi o'shanda. Siz fitna bo'ladigan bo'lsa. Lekin namozni qoldirmang. Namozingni o'qimaysan deb mingtasi turmaydimi siz? Namozni o'qing. Lekin siz o'sha namozni o'qisangiz, yana gunohkorga aylanadigan bo'lsangiz, masjidda o'qimaydi, masalan, uyingizda o'qing. Shunga o'xshagan narsa. Lekin uyingizda ham agar namoz o'qimaysan deb bostirib keladigan bo'lsa, unda chiqib ketasiz u joydan. Namoz bemalol bo'lgan joyda yashaysiz, masalan. Lekin bu yerda unaqa narsa bo'lmayapti-da. Namoz haqida gap so'z yo'q. Allohni tanigan insonlar hammalari, masalan, birinchi keladigan savol bo'ladi. Qanaqa muomala bo'ldi? Juda zo'r muomala bo'ldi. Ahli ilmga, musulmon insonga bo'ladigan yaxshi muomala bo'ldi. Hech qanday hurmat bilan kutib olib, hurmat bilan kuzatib qo'yishdi. Boshqasi bo'lishi ham mumkin emas. Musulmon uchun, ahli ilm uchun shunday bo'lish kerak hamma joyda. Masalan, men doim ibrat qilib gapiraman Qirg'izistonni. Qirg'izistonda juda ham ahli ilmning hurmati baland. Agar u hali oqim, buzg'unchi bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ri yo'ldagi odam bo'lsa, bir xato qilishi mumkindir, u ham taqiqlangan narsa bo'lar, boshqa bo'lar. Agar u so'roqda boshqada bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Bunga bir misol tarzida bir yaqinda o'sha bir muftiy yordamchisi bor. Qirg'izistonda bir akamiz yaqin bir domla borlar. Bizning masjidimizda imom ham bu inson. O'sha odamni yaqinda olib kirib qo'yishdi. Endi boshqa ish bo'yicha olib kirishdi. 15 kunlikka ham olib kirib qo'yishdi Qirg'izistonda. Juda ham zo'r muomala. Boshqalarga qaraganda muomala yaxshiroq. Alohida e'tibor bor. Bu masalan, bu inson bir boyvachcha millioner emas, tanish bilish ko'p odam emas. Ahli ilm inson. Mulla, domla bo'lganligi uchun hurmat qiladi. Shunga o'xshagan O'zbekistonda ham xuddi shunday deb bilaman. Men eshitib yurardim shunday deb. Haligi fitna gaplarga ishonmasdim va o'zim buni tasdig'ini ko'rdim. Juda yaxshi muomala bo'ldi menga. Har ikkisida ham. Har ikki o'sha ichki ishlar xodimlari muomalani juda yaxshi joyiga qo'yishdi. Xullas kalom, mana shu holatda ham biz adashyapmizmi? Demak, adashuvchilar aniq bo'ladi. Demak, bizni agar namozdan to'smayaptimi? Bizga faqat taqiqlangan narsa mana bu narsalar. Sen aytmasang ham falonchi aytadi bu narsani. Sen aytishingga qarab qolinayotgan joy yo'q bu yerda deyaptimi? Ana shu haq bo'ladi. Chunki qonun. Qonuniy davlatda yashayapmiz. Qonuniy davlatda ishlaydiganimiz oylik olyapmiz. Shu yerda solig'ini to'layapmiz, pensiyasini olyapmiz. Hamma narsa bo'lyaptimi? Non tuzini yeyapmizmi? Demak, o'sha qonunga rozi bo'lib yashayapmiz-da biz. Yashaganimizdan keyin oxirigacha bo'ladi bu narsa. Sizni 5 ta rukningizdan, farzingizdan qaytarmaydigan bo'lsa, boshqa narsalarda, taqsir, mana uni qonun qoidasi bor, yangi qonun qabul qilganmiz. Bu qonun bo'yicha siz gapiring, faqat siz mana qo'mitaga bog'liq bo'ladi bu narsa desa, yana bitta joyi bor ekan. Men o'zim so'radim, o'zim bilib so'radim shu narsani. Balkim dedim, bu narsaga, ya'ni meni chaqirib so'roq qilyapsizlar, taqiqlangan deb nima sabab bittasi desam, yana bitta asosiy sababi dedi, meni pasportim видный жительство pasportim bor-da, ya'ni yarim fuqaroman O'zbekistonda. Siz deyarli O'zbekiston fuqarosiz. O'shaning uchun biz chaqirdik. Masalan, siz Qirg'iziston fuqarosi bo'lsangiz, mehmon kelib ketadigan odamsiz, siz birov chaqirmaydi. O'zi Qirg'izistonda yoki Qozog'istonda o'zlari so'roq qilsin deyiladi, masalan. Hech qachon chaqirib ovora qilib o'tirilmaydi, chunki mingta unaqa o'tadiganlar O'zbekistonga, Qirg'iz fuqarosi, imomlar o'tadi, necha marta gapirishadi, imom emaslar gapiradiganlar bor.
o'tadi. Ularga agar buzg'unchi kayfiyatda gapirmaydigan bo'lsa, diniy jabhada da'vati bo'ladigan bo'lsa, birov bir narsa demaydi. Siz pasportingiz O'zbekiston fuqarosi bo'lgani uchun biz majburmiz. Chunki propiskangiz doimiy shu yerda siz. Demak aytdim. Demak men astoydil shu bir da'vat ishlarimni qilaman deydigan bo'lsam, buzg'unchi yo'lda emas. Albatta bu narsaga men qarshi insonman. To'g'ri yo'lda shu tafsir qilamanmi yo gaplarim bo'lsa, demak yo o'sha O'zbekiston pasporti menda bo'lmasligi kerak, fuqaroligi bo'lmasligi kerak bo'ladi. Yoki diniy qo'mitadan ruxsat olib gapirsam bo'ladimi desam, xuddi shunday deyishdi. Ya'ni xuddi shunaqa holatda ekan. Endi men bu yerda hozir men O'zbekiston aholisiga gapiryapmanki, bular demak albatta bir diniy haqida gapirmoqchi bo'ladigan bo'lsalar, taqiqlangan narsa bo'ladigan bo'lsa so'rash kerak. Men shu hijob haqida gapirmoqchiman, o'yin qilib yuborishyapti. Mana shu haqida mana shunday gaplarim bor. Mana men yozdim, sizga tashlab yuboryapman. deb o'sha diniy qo'mita bilan masalan bog'lanib, keyin ular gaplashib, buni gapingizda mana joyini olib tashlaysiz, kesib yuborasiz. 5 minut bo'lsa 4 minutlik narsa bo'ladi endi bu. Mana shuni qo'ysangiz bo'ladi desa qo'yib yuborasiz. Shuni gapni gapirgingiz kelsa, ogohlantirmoqchi, eslatmoqchi bo'lsangiz, yaxshi gaplarni-da. Bo'lmasa mumkin emas ekan. Chunki men bu narsani oldin eshitib qaysi ma'nodaki diniy jabhada imonni mana shu narsaga aynan mana bu narsaga taqiq degan narsani eshitmaganman. Lekin diniy jabhada taqiq bor ba'zi gaplarga degan narsani eshitib yurardik-da. Men ishonmasdim bu narsaga. Nimaga taqiq desa, aniq aytilmasdi nimaligi. Mana aniq bildik. Hijob haqida demak taqiq bor ekan, qo'shxotinlik haqida ham tabiiy taqiq bor unda. Yana meni hayron qoldirgan narsa namozni o'qishni oson yo'li deganmi, shunga o'xshagan roligim bor edi. O'shanga ham taqiq bor ekan. Demak, namoz haqida ham, demak, bu ham da'vatga kirar ekan. Demak, buni ham ruxsat bilan qilish kerak bo'lar ekan. Ko'zinglarni ochib olasizlar. Mana sizlarga tayyor bu dastur bo'ldi. Mana shundan bilib olasizlarki, demak, ehtiyot bo'lib gap so'zlarimizda, muomalamizda. Chunki javobgarlik, ovoragarchilik bo'ladi, yo'q deganda. Masalan, sizga uni qo'pol muomala qilishmaydi hech qachon, chunki qonunchilikda mumkin emas bu narsa. Lekin baribir siz ovora qiladi, chaqiradi, borasiz, so'roq savol bo'ladi. Hammaga ham yoqilmaydi bu narsa. Va ana shunday bo'ldi. Endi qonun haqida boshida gapirganim bo'yicha gap so'z bo'lishi mumkin emas. Qonuniy davlatda yashayapmizmi? Demak, qonunga bo'ysunamiz. Demak, mumkin emas. Bunda gap so'z yo'q. Lekin mana shu narsalarni yetkazuvchilar bor. O'zidan o'zi qilmaydi. Davlatning ham boshqaning o'zining ishi mingta. Alohida sizni yana buni tekshirib o'tishlikka vaqti yo'q. Kimdir shikoyat qiladi, mana qanaqa narsa bo'lyapti, mana u odam diniy jabhada bemalol gapirib yuboryapti, mana bu odam hijobni gapiryapti-yu, chora ko'rmayapsizlar deb kimdir shikoyatnoma yozadi, ana undan keyin bo'ladi bu narsa. Usiz bo'lmaydi, shikoyat bo'lmasa. Lekin alam qiladiganini aytaymi?